Hammaga assalomu alaykum. Elyorjon kanalini hurmatli obunachilari. 5-noyabr. Kunga chorshanba. Farg'ona viloyat Farg'ona tumani Yapag'i qishlog'ida mana 150 bosh bo'g'oz qo'y kelgan. 95% bo'g'oz. Xudo xolasa ertakisi ham bor, kechkiraqlari ham bor ekan. Tishlari 2 tishdan 8 tishgacha bo'lgan qo'ylar. Hammasini tishi bor, hali tishi yo'q buning ichida. Kimga qiziq bo'lsa, nomerini ekranga qo'yib qo'yaman. Hozir o'zi yo'q, telefonda gaplashdim. Narxlarini hamma yo'g'ini aytaverdim, aytdi, video qilyapman. Mana bo'g'oz qo'y so'raganlarga 155 mi shunaqa ekan, 150 bosh xullas. Ichida tishi yo'q, unaqalari yo'q. 2 tishdan 4 tishgacha. Qo'ylarga charchag'i chiqqani yo'q, Qirg'izistondan o'tgan, kelgan qo'ylar. Jullari olingan mana. Ariq pachag'ambas, semizambas, o'rta hol. Hammasi. Puli qiziq deganlarga mana hammasini olaman desalaring, o'pdim. Xullas o'pdimiga 4 million 200 dan xayri bor. 4 million 200 mingdan kami bor deyapti. O'pdim olganga. Endi kelib tanlab 10 tasini ajratsangiz, narxi oshadi, o'zingizdan bilasiz. Kelib bemalol ko'rib, ichida tanlab oladigan mana qo'y qilaman. Ko'pchilik so'radi telefon qilib, qo'y kerak, sog'liq kerak deganga mana. Ichida yoshi ham bor, yoshi kattasi ham endi o'sha 8 tishgacha, 2 tishdan 8 tishgacha bo'lgan qo'ylar 95% bo'g'oz. Endi bitta ikkita chiqib qolishi mumkin bar bo'g'oz basi. Shuning uchun 95% bo'g'oz deyman. Qo'yda hammasini bo'ylari baland. Qoralari ham bor, qizillari ham. Gibrid, iminni bitta paroda bas. Mana hozir kepayi tashlavdi, men kelganimda kepayi berish ekan. Yem berish ekan. Mana yemga urushyapti. Iloyim hammalangga mana shunaqa chiroyli qo'ylar boqish nasib qilsin. Juni olinmagani bor ekan, bir 3 ta, 4 ta. Qolgan hammasini juni olingan. Borib junini ham olib yurmaysiz. Uzun hozir ichkariga kirib ham bir aylantirib video qilaman. Mana et boshlari, orqalari, dumbalari. Qo'ylar o'sha 85 plus minus 90 atrofida bo'lsa kerak. Qo'ydi bo'yini ham molda bo'lsa aytaverardim. 85 atrofida qo'ylarda. Mana qo'ylar. Yangi o'tdi. Arashani ham bor, hisorisi ko'proq ekan. Kelgan odam o'ziga yoqqanini tanlab oladi. Xolasa kashtan svetini, xolasa karichnivisini, xolasa qop-qorasidan deganga. Qulog'i uzun parodadan ham bor, qulog'i karotkisidan ham bor. Adresni yana bir bor tushuntiraman. Farg'ona viloyat Farg'ona tumani o'sha Yapag'i qishlog'ida. Kelib bemalol ko'raverasizlar. Ekranga nomerini katta qilib qo'yib qo'yaman. Telefon qilsalaring, lokatsiya tashab beradi. Kelib bittaga plyus bo'lsa bitta, 10 taga plyus bo'lsa 10 ta. Hammasini qo'yib olaman desangiz, kelib yo'lida qilib beradi, hammasini olaverasiz. O'sha o'ptim narxi 4 million 200 mingdan. Endi kelib siz 10 tasini ajratsangiz, yaxshirog'ini ajratasiz baribir. Endi 1-200 ming raznica beradi. Plus minus bo'laveradi. Kami bor deyapti, kelishaverasizlar. Bu bola o'zi postoyanniy qo'chqor olib kelardi. Mana jonivorni qarang, uzunligini, dumbalari, quloqlari hamma yo'q joyida. Mana shu misol o'zimga yoqdi. Men qo'ydi uzuniga qarayman. Chiqchi baqa. Mana kallalari ham katta qo'ydi. Ichida bitta ikkita hashakisi bor ekan, qolgan hammasi parodasi yaxshi qo'ylar ekan. Bu ham endi bularga nisbatan jonivorlar yemga tiqilishib kirish. Endi berishlaring shekilli. Ya birinchisi bu. Yo o't yedimi kelib? Endi dam olyapti. Mana bog'ning ichiga kirib olib o'zingizga yoqqanini tanlayverasiz. Qolagan svetingiz bor. Jonivorlar.
Oqlari ham bor ekan. Ana 3 tamikin juni olinmagani bor ekan. Qolgan hammasini o'sha junlari olingan. Ko'prog'i Hisori albatta. Ha? Qirg'iziston paroda qo'ylar endi. Mana gibrid bo'lgan. Bitta bor ekan oqsagani, bu qolaveradi. O'ziga qolaverar ekan. Ichida oqsab qolibdi, o'shanisi o'ziga qolar ekan. Bunali nimaga qo'shilmaydi. Hisobdan tashqari. Kechkiroq bo'g'ozlari ham bor ekan, ertagroq bo'g'ozlari ham. Qo'yni zo'r tushungan kelib o'ziga yoqqanini tanlayveradi. Misol, menga yoqqan qo'y sizga yoqmasligi mumkin. Mana bu yerda ham ichkarida damini olishib yotibdi jonivorlar. Yangi partiya. Bitta nomer ber, aytib o'tib ketay. 90lik 500 583 79 55 shu nomerga telefon qilaverasizlar. Yana bitta nomer qo'yamiz. Lokatsiya tashlab berishaveradi. Shu nomerdan kelaman deganga. 97lik 663 59 oxiri 53. Ekranga qo'yib qo'yaman ikki nomerni ham. Svязь chiqadi bu nomerlaringda. Svязь chiqargan, svязь chiqmay qolsa mabodo o'zi aloqaga chiqishadi. SMS yozsalar yo Telegram, WhatsApp bormi shu nomerda? Ikkinchi nomerda Telegram, WhatsApp ham bor ekan. Mabodo endi bu yerda svязь chiqmay qoladimi chegaraga yaqin joyligi uchun. Mabodo nima qila olmasalaring Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol gaplashib, lokatsiyani tashlab bersa kelib ko'rib. Musofirdagilar bilan ham savdo sotiq qilaveramizmi? Pul tashlashib bersa uyga jo'natib yuboramizmi, xudo xolasa? Ha, Jilatinda kelib ko'rsin deyapti, kela olmaydigan odam bo'lsa, qo'ydi o'sha video vizitdan tanlaysiz, pulini tashlab bersangiz uyingizga jo'natib ham beraverar ekan. Mana bo'g'oz qo'y boqaman deganlarga, o'zim Qirg'iziston parodani o'zim boqib, o'zim ko'paytiraman deganga mana variant. Постоянный qo'chqor kelardi. Soliq har doim ham kelavermaydi. Постоянный qo'chqor olib kelishadi. Bir partiya hozir shu bo'g'oz qo'ylar chiqqan ekan, shuni olib kelishdi. Ichida bitta qo'chqor ham bor ekan. Ichida bitta qo'chqori ham bor. O'sha optim olaman deganga u ham o'sha narxda ketaveradi. Ichida bitta qora qo'chqori ham bor. Mana o'sha yelillari osilib yaqinlashib qolgan. Ertagisi ham bor, kechkisi ham bor. Aytyapman, kelib o'zlaring tanlab, o'zlaringga yoqqanini tanlayverasizlar. Tishini ochib ko'rib, tishi yo'g'i. Eng kattasi o'sha 8 tish, eng pasti 2 tishdan boshlanadi. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erinmay kelib ustida savdo qilib olib ketsalaring yana yaxshi.